Assalomu alaykum, yana bir bor hozir qiladigan operatsiyamiz bemorda siydik nayida avval tosh bo'lgan, lekin tosh aniq tushib ketgan, tushib ketmaganligini bemor bilmaganda og'riq bo'lib o'tib ketib yuravergan. Ko'rib turibsizlar, chap buyrak siydik nayida tosh turibdi mana. Shuni hisobiga uzoq vaqt yurganligi hisobiga, toshi hisobiga buyrakda shish bo'lganda buyrak o'z funksiyasini yo'qotgan. Buni tekshiruvlar tomografiya qildik, hamda MCK'da tomografiya qildik, hamda asosiy tekshiruvi buyrakni nefrosensografiya tekshiruvi, ya'ni buyrak necha protsent ishlayapti. Buni aniq xulosa qilindi. Chap buyragimiz 5% ishlayapti xolos. Bu foydasi yo'q buyrak degani. Shuning uchun bemorni yuqori texnologik operatsiya laparoskopik nefrektomiya tashxisi amalga oshirildi. Shuning uchun aytib o'tishimiz kerak, siydik tosh kasalligi bor bemorlar. Bemorlarda bir marta siydik tosh kasalligi aniqlandimi? Yuragida yoki siydik nayida tosh aniqlandimi? Albatta oxiriga yetib tushib ketganligini aniq xulosaga ega bo'lish kerak. Yo'qsa shu holat paydo bo'lishini mumkin. Shuning uchun buni oldini olish uchun albatta siydik tosh kasalligini oxiriga yetishish hamda konservativ bo'lsa konservativ, operativ yo'l bilan toshni hal qilish zarur.